Agar siz 259 ta po'lat ustunni yerga chuqur o'rnatsangiz va ustiga bir qavatli beton qatlam qo'yib chiqsangiz, uni ustiga 300 metr balandlikdagi inshoot qurishingiz mumkin bo'ladi. Shundan so'ng uni ustiga yana 160 metrlik signal uzatish moslamasini o'rnatasiz va tabriklayman, siz televizion minorani yaratasiz. Biroq bino balandligi 300 metrdan oshgach, yuqori balandlikdagi shamollar minorani yaxshigina tebranishiga sabab bo'ladi. Buni oldini olish uchun siz minorani markaziy o'qini bitta qattiq ustun o'rniga diametri 9 metrli 3 ta silindr simon ustun bilan almashtirasiz. Bu orqali shamol ustunlar orasidan erkin o'tadi. Biroq bunday baland ustunlar egilish yoki sinish xavfiga ega. Shuning uchun siz ularni bir-biri bilan bog'laysiz va ancha barqaror bino hosil bo'ladi. Minora ko'proq vazifalarni bajarsin va shahar uchun foydali bo'lsin deb siz turli balandlikdagi joylashgan 3 ta sharsimon tuzilmani kiritasiz. Ularni bir qismi televizion uzatish kabellarini o'z ichiga oladi, qolgan joylar esa jamoat foydalanishiga xizmat qiladi. Biroq bu sharsimon qismlar shamol qarshiligini oshirib, og'irlik markazini yuqoriga ko'taradi. Natijada inshoot zaiflashadi. Shuning uchun siz asosdan tashqariga 60 gradus burchak ostida egilgan diametri 7 metrlik 3 ta beton tayanchni qo'shasiz. Bu egilgan tayanchlar o'rtasida egilishni oldini olish uchun siz teskari yo'nalishda yana 3 ta qarshi tayanch ham o'rnatib, nihoyatda mustahkam uchburchak karkas tizimini yaratasiz. Keyingi bosqichda ustunlar orasidagi ko'ndalang biriktirgichlarni 2 qatlamli qilib ajratasiz. Oralarini shisha bilan to'ldirasiz va markazga sharsimon zal joylashtirasiz. Bu joy 3 ta panoramali tomi bor mehmonxonaga aylanadi. 3 ta sferani orasidagi 400 metrni hisobini olib, ularni qulay bog'lash uchun vertikal ustunlar ichiga yuqori tezlikdagi liftlar o'rnatib, pastki sferadagi sayyohlik lifti bilan birlashtirasiz. Natijada mukammal harakat tizimi hosil bo'ladi. Va nihoyat odamlar shahar manzarasidan to'liq bahra olishlari uchun 260 metr balandlikdagi sferani ostiga panoramali shisha platforma ochasiz. U yerda turganingizda butun shahar kaftdek ko'rinadi. Tabriklayman, siz hozirgina Xitoyda joylashgan Sharq Marvaradi minorasini loyihaladingiz. Arxitektura va qurilish bo'yicha eng qimmatli ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling.